Biz bu virtual tajriba orqali elektr tokida magnit maydonning hosil bo'lishi, spiralda tok o'tayotganda elektromagnitning hosil bo'lishi, tokning yo'nalishi, magnit qutblarining qanday belgilanishi, o'ramlar soni ko'payganda magnit maydon qanday o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Biz bu tajriba orqali quyidagi asosiy qonunlarni ham o'rganishimiz mumkin. Birinchisi, Auersted qonuni, elektr tokidan atrofida magnit maydonning hosil bo'lishi. Ikkinchisi, o'ramlar soni, magnit maydon kuchi. Simulyatsiyada Lopes 4 deb turibdi. O'ramlar sonini oshirsangiz, magnit maydon ham kuchayadi. Keyingi qonunimiz o'ng qo'l qoidasi, ya'ni tok yo'nalishi magnit qutblarini belgilaydi. Barmog'ingizni tok yo'nalishiga qo'ying, kaftingiz ichidagi aylanish magnit maydon yo'nalishi bo'ladi. Demak, tokni teskari qilsangiz, elektromagnitning S va N qutblari almashadi va teskari maydon hosil bo'ladi. Tajribamizdan olinadigan xulosalar quyidagilar bo'ladi. Birinchisi, elektr toki o'tganda magnit maydon hosil bo'ladi. Ikkinchisi, solenoid magnitning janub va shimol qutblari tok yo'nalishiga bog'liq bo'ladi. Uchinchisi, o'ramlar soni va tok kuchi ortsa, magnit maydonda kuchli bo'ladi. To'rtinchisi, kompas ignasi har doim magnit maydon chizig'i bo'ylab joylashadi.